بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qadamiylarga hasanot, ko'rsatgan oqibatinglar, bayta sari bosib kelgan qadamiylarga Alloh ajrlar bersin. Azizlar, mana xatmonamiz juda go'zal o'tmoqda. Qur'oni Karimga muxlis bandalar huzur qilmoqda, qalblari munavvar bo'lmoqda. Alloh taolo bu fayz, bu barakotni bundan-da ziyoda aylasin. Xatmoni oldidan imomlarimiz inshaalloh suhbatlar qilmoqdalar. Bugungi suhbatimiz saxovat jannatga yetaklaydi. Mo'min odamni, musulmon odamni bir fazilati, mo'min odam saxiy bo'ladi, xasis emas. Har kim o'zini darajasida saxiy bo'ladi. Bolani saxiyligi qo'lidagi yeb turgan nonni so'rang. O'zini yeb turgan nasibasi bo'lib turgan nonini beraveradi. Kattalarning saxovati o'zini moliyaviy imkoniyatiga qarab saxiy bo'ladi. Sahiylik bu payg'ambarona fazilat. Muhammad alayhissalomning eng go'zal fazilatlaridan biri saxiy bo'lganlar. Qo'llaridan kelgan yaxshilikni qiladigan, hattoki ba'zi bir qabilalar Muhammad alayhissalomni saxiyliklaridan iymonga kelishgan. Mana shunday saxiy payg'ambarning tarbiyasini ko'rgan onalarimiz ham saxovatda namuna bo'lganlar. Ummu Salama onamizni saxovatlarini aytmaysizmi? Xadicha onamizni saxovatlarini aytmaysizmi? Bularning saxovati ta'rifga sig'mas darajada. Mo'min odamning saxovatining eng jo'sh urgan payti Ramazon bo'ladi. Chunki boshqa oyda qilingan saxovatingizga nisbatan Ramazonda qilgan saxovatingizni ajri ko'p, savobi ko'p. Bunga beriladigan hasanot ko'p. Shuning uchun azizlar, Ramazonda biz ko'proq yaxshilik qilishimiz kerak. Mana roza tutolmaganlar fidyalarni beradilar. Har bir jon boshidan fitr sadaqasini beramiz. Boylar zakotini beradi. Oddiy inson qo'lidan kelganicha bir saxiylik qilishga harakat qiladi. Sabab bu oyda qiladigan har bir saxovatimizga ulkan ajr bor. Qur'oni Karimning 70 dan oshiq o'rnida xayri ehson, saxovatga, infoq ehsonga Alloh taolo bandalarni undaydi. Har tong Allohning bir farishtasi: "Ey Alloh, infoq ehson qilguvchining moliga xalaf ber, ya'ni o'rnini to'ldirgin" deb ehson qiladigan, saxiylik qiladigan bandani haqqiga duo qilar ekan. Yana bir farishta: "Parvardigor, baxilning moliga talofat bergin" deb u ham duo qilar ekan. Muttafaqun alayh. Xasis odamni moliga talofat bergin deb turib bir farishta duo qilsa, saxiy odamning moliga barakot bergin deb duo qilar ekan. Demak azizlar, saxiylik qarang, saxiylik qilishni natijasida ham o'zingiz baraka topasiz, ham kimdir sizdan yaxshilik ko'radi. Siz molingizni bir qismini saxiylik qilib bir ehson qilasiz, lekin tepangizdan sizga farishta ketingizdan duoda bo'lib turadi. Boshqa bir hadisda Alloh taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi sharifda juda ko'p tavsiyalar bergan. Jumladan hadisi qudsiyda Alloh aytadiki: "Ya abdi, ey bandam, anfiq, infoq qil, ehson qil, unfiqu alayk. Senga men ehson qilaman, senga men infoq qilaman." E'tibor bering. Alloh nima deyapti? Sen ber, keyin men beraman deyapti. Boy bo'lishni sharti avval o'sha odamning o'zi berish kerak. Ehsonlik bo'lish kerak, qo'li ochiq saxiy bo'lish kerak. Saxiylarga doim dunyoyu oxiratda izzat va sharaf bor. Uni haqqiga nafaqat insonlar duo qiladi, balki
farishtalar haqqiga duo qiladi. Bir katta ustozimiz aytgandilar, bizni yurtimizdan, bizni xalqimizdan nega bunchalar ko'p ulamolar chiqqan? Bu zamindan, bu tuproqdan deganda, chunki ulamoni ko'p chiqishiga sabab xalqimiz saxiy bo'lgan. Boyning saxovati bilan ilm rivojlangan. Bitta mushaf, bitta Qur'onni yozishga xattotni 4 oy umri ketgan. 4 oy. Aytaylik, bir oyiga 5 milliondan bersak haqqiga, xizmat haqqiga, 4 oyga qancha bo'ladi? 20 million bo'ladi. Yana bir 4-5 million qog'oziga, muqovasiga, siyohiga ketsa, aytaylik taqriban 2000 dollarga to'g'ri kelyaptimi? Bitta Qur'onning narxi. Kambag'alning bolasi kitob olib o'qiy olganmi? Yo'q. Shu ishlarni kim ro'yobga chiqargan? Xatotlarning homiysi boylar bo'lgan. O'sha haqqini bergan, o'sha kitobni madrasaga vaqf qilib, tekindan foydalanishga boylarning saxovati sabab bo'lgan. Bu zaminda ulamoni ko'p chiqishiga xalqimizning saxovati sabab bo'lgan. Shuning uchun bu zaminda ilm rivoj topgan. Saxiylik, qarang, saxovat ilmni rivojiga ta'sir qiladi. Masjidlarni obod bo'lishi, madrasalarni bunyod bo'lishi kim bilan? Saxiylar bilan. Mana hozir ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli joy qildik. Umraga borganlar bormi oranglarda? Peshtoqiga bir qaranglar. Xuddi haramni peshtoqini qildik. Borganlar aytayapti, 100 ga 100 o'xshabdi deyapti. Shu kim bilan bo'ldi? Domla da'vatchi, ustalarimiz har qancha mohir usta bo'lsa ham xizmatini qiladi, pulni oladi ular. Bu ishni ro'yobga chiqaradigan o'sha saxiy qo'llar, xalqimizning saxiy yigitlari mana shu ishga ko'mak berdi, yordam berdi. Alhamdulillah, mana shunday bir go'zal ish ro'yobga chiqdi. Allohga shukr, xalqimizning go'zal fazilati bor azizlar. 3 kishi borki, Alloh taolo ularga qiyomat kunida gapirmaydi. Ularga qiyo ham boqmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ularga alamli, uqubatli azob bo'ladi, dedilar Rasululloh. O'shalardan bittasi bergan molini, saxovatini minnat qiladiganlar. Saxiylikni qilish bor, endi o'shani qanday qalb bilan qilish ham muhim azizlar. Qilgan saxiyligini, saxovatini, ihsonini bekor bo'lib qolishiga sabab bo'ladigan ishni qilsa, minnat qilsa, gapirsa, riyo qilsa, qilgan har qancha go'zal saxovati bekor bo'lib qoladi azizlar. Bir odam o'zi saxiyligini yashirish kerak. Madinada bir boy odam bor edi. Juda badavlat odam edi. Odamlar uni xasislikda ayblashardi. Shu odam vafot topdi, janozasiga kelganlar yana shu gapni gapira boshlashdi. Shuncha Alloh davlat berdi, mol mulk berdi. Birovga yaxshiligi, ko'magi, yordami tegmasdan dunyodan o'tdi. Xasis odam xasisligicha dunyodan o'tdi deb janozaga kelganlar janoza oldidan ham shu gapni gapirganda o'rtaga bir odam chiqdi. Baralla ovozini ko'tarib gapira boshladi. Muhtaram jamoat, hozir janozasi o'qiladigan bu fazilatli insonni sha'nida qulog'imga ba'zi bir gaplar kelyaptiki, sizlar bu odamni xasislikda ayblayapsiz. Shu vaqtgacha ikkimiz va Alloh o'rtamizdagi bir sir bor edi, lekin men majbur bo'ldim bu gap so'zlardan shu sirni oshkor etishga. Bu odam Madinada misli ko'rilmagan saxovat egasi edi. Bu odamning saxovat ishlarini yetkazadigan o'sha kambag'al, nochor, muhtojlarga vakili men edim. Lekin menga hamon juda qattiq tayinlar edi. Hech kim hargiz hech qachon bizni bu qiladigan ishimizni bilmasin. Hattoki o'sha saxiylikni qo'lga kiritadigan odamlar ham bilmasin deb menga qattiq tayinlardi. Oboruvchini, ehsonni yetkazuvchini bilishardi, lekin kimdan kelayotganligini bilishmasdi. Mana shu odam 70 dan oshiq
Madinadagi kambag'al xonadonning nafaqasini zimmasiga olgan odam edi. Shuncha xonadonning nafaqasini yillar mobaynida gardaniga olgan odamni shuncha xonadon bu ko'makni qayerdan kelayotganligini bilmas edi dedi. Endi men majbur bo'ldim shu sirni ochishga. Siz dunyodan o'tayotgan odamni ketidan noloyiq gapni gapirmanglar deb shuncha yil maxfiy etilgan sirni oshkor etdi. Ya'ni maxfiy qilingan saxiylikni sirni oshkor etishga majbur bo'ldi. Shuning uchun azizlar, birovni sha'ni haqida, birovni nomida o'zimiz bilmagan, tekshirmagan holda o'zimiz noloyiq gaplarni gapirmaylik. Siz bir odamni bir gunoh ustida ko'rdingiz. Ertasi kuni odamlarga gapirsangiz, balkim u kechasi tavba qilgan bo'lsa-chi, iztirob chekib yig'lab Allohga nola qilgan bo'lsa-chi, qayerdan bilasiz? Alloh uni shu qilgan nolasiga kechirgan bo'lsa-chi? Buni gapirib biz kim bo'lamiz? Mumkin emas biz. Birovni aybini ko'rgan nuqsonini ham gapirishga bizning haqqimiz yo'q. Shuning uchun azizlar, faqat yaxshilik qilishimiz kerak. Qo'linglardan nima yaxshilik keladi? Saxovat. Al-aqrab fal-aqrab. Avval o'z yaqinlaringizdan, aka-uka, opa-singillar, undan keyin ota-onangizni jigarlari, amaki, amma, tog'a, xolalar, undan keyin ularning farzandlari. Yaqinlaringizni holidan xabar oling. Qiladigan yaxshiligingizni shu oyda qilishga harakat qiling azizlar. Vaqtimiz bo'ldi, duo qilaylik. Alloh taolo ibodatlarimiz, duolarimizni qabul etsin. Xatolarimiz, gunohlarimizni kechirsin. O'zidan o'zgaga muhtoj bo'lishdan Allohni o'zi panoh bersin. Qilayotgan yaxshiliklarimiz, saxovat va himmatlarimizni Alloh dargohida qabul aylasin. Allohumma solli va sallim va barik ala Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.